Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqingizni olib ketsa, haqingizni undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ichingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga bag'ishlaydi, xotirjamlikni. Oxirat bor deysiz. Chunki hech kim yo'q sizga talabingizni oladigan. Kimga bormang siz nohaq bo'lib tura olasiz. Adolat bormi deb so'radi odamlar? Bor adolat. Lekin adolatni faqat dunyoda bo'lishini kutayotgan odam adashadi. Alloh taolo aytayapti: "Ey Muhammad, siz hargiz Alloh zolim kimsalarni qilayotgan amalidan g'ofil deb o'ylamang. Qanday qilib bir fojir, bir fosiq yoki bir kofir peshonasini yerga qo'yib subhan robbiyal a'lo deyotgan yaxshi ko'rgan bandasini haqqini olib ketsa, Alloh taolo tashab qo'yadi deysizmi? Hayvonda haqqi qolmaydi-yu.